Boshlanyapti do'stlar, mana yutuqqa qo'y tikilgandi. Do'stlar, Bekturlar o'rtoqlar endi mana bu yilgi 2025-yil xotira turida So'xlar mahallasi birinchi o'rinni oldi. Tabriklaymiz. Ikkinchi o'rinda Obishur mahallasi oldi. Tabriklaymiz. Qanjonlar sog' bo'lsin, mana chiqib bo'lib o'tkazdik. Bizga tinchlik kerak. Birinchi o'rinda mashnaqa o'yinlar bo'lish uchun tinchlik kerak. Chekkadelar nima qilsa, hamma bo'laveradi. Rahmat. Endi bir boshdan men so'g'alar qilganman. O'zlarini bergan nimalaringga bir voshdan mahallalardan har bitta komandani yaxshi o'yinchisiga so'rayapmiz. Mo'litdan Muhammadjonga. Qani Ali qoraga. Qani Hojaga. Berib qo'ysa. Obisyodan Sanjarga, qani Jiraga. Sanjar qani? Endi avval prezident o'zi o'yladi. Keling Umidjon. kelyapti, zo'qtirib Olaverasiz mana. Piradadan Umarali degan bolaga. Qani Pirada? Na, ol. So'filardan Islom. Navay. Har bitta o'yinda kalla bo'ldi, malades. Hoji otadan, ko'salardan qilish degan bo'ladi. Qilichbek qani Qilichbek? Hoji otadan Zafar. Vom Hoji otadan. Zafar deydi. Umarovdan Jahon, Marata. Qani? Ke Jahon. Malades. Ijdandan Dostonbek. Han Dostonbek. Ijdani bormi? Kelgan. Kim bor? Sirrazi. Dostonniki mana. Endi o'rtoqlar tinchligimiz saqlanmashda jo'zgoylarni qilishdi. Ularga katta rahmat. Shular uchun 2 millionat bilan priz qilganman. Ulug'bek akamga qani Ulug'bek aka. Jo'zgoylarni. Ulug'bek aka keling. Assalomu alaykum Marg'ilonlar. Avvalambor o'sha chempion bo'lganlarni tabriklaymiz. Avvalambor hammani O'zbekiston xalqi, Qumara, Toshloq, Farg'ona viloyat xalqini O'zbekiston terma komandasi jahon chempionatiga chiqarib tabriklaymiz. Juda katta xayrli qilib berishdi. Haydarabadda O'zbekistonlik futbol muxlislarini, xalqimizni bir umrlik orzusi ham bo'ladi, to'g'rimi? Endi bundan tashqari mana yoshlarimiz ko'rdilar, Osiyo chempionati 9 kishi bo'lib, Saudiya Arabistonini mag'lubiyatga uchratdi. Ular ham Osiyo chempionatini qo'lga kiritdi. Mana kelajakda yoshlarimiz mana prezidentimiz tomonidan berilayotgan e'tiborni ko'rishib, o'zini ustida ishlab, o'qib, katta bo'lishsa, mana shunaqangi yaxshi mashinalar, chet ellarga borib o'ynashlarni nasib hamma bolalarni Xudo xolasa kelajakda Olimpiadada, jahon chempionatida futbollarda ko'rish nasib qilsin. Orqasidan biz borib ularni nima qilaylik? Qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat aka, Tanjoni sog'. Salomat bo'ling. Rozmat aka. Keling, uchastkavolardan Rozmat aka sizga ham berdi. Rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin mana. Chiroyli o'tkazdik. Rahmat sizlarga qo'ydim. Endi o'rtoqlar, studiyamiz endi 3-4 ta turdi. Endi xato qilgan, boshqa qilgan Xudo biladi endi. Nodirjon. Nodir kel. Chaqiringlar Nodir. Kelyaptimi? Kelyapti. Bunga beramiz kesin. Endi ikkinchi o'ringa biz sovg'a qilganmiz 1 million pul. Komanda kapitaniga olib ketishi mumkin. Umidjon. Tanjoni sog' bo'lsin Umidjon. Birinchi o'ringa 1 million pul. Aka rozi bo'lasiz mana. Hozir kelyapti. Endi birinchi o'ringa endi qo'y deganni ushlashib olibdi endi mayli. Birinchi o'ringa qo'y. Tanjoni sog' bo'lsin.
sog' salomat uchrashaveraylik. Rahmat. Endi ashi mana to'ppa to'g'ri gapirdingiz. Men xayolimga qolibdi. Endi o'sha odamni domlamizni rahmatlikni joylari jannatda bo'lsin. Mana shu o'g'liga katta rahmat, tanjoyingiz sog' bo'lsin. Otasini mana xizmat qildi. Shu odamga katta rahmat. Tanjoyingiz sog' bo'lsin, ishlariga omad. Rahmat keldi. Birinchi o'rinda sizlar bilan eslashmoq qo'ymizlar. Hammalarga rahmat. Salomat bo'ling. Tinchlik bo'lsa, qanaqa bo'lsa o'yinlar qilamiz. Nimaga? Bu hozir prezidentimiz hammaga chiroyli qilib maslahat qo'yib chiqaryapti. Rahmat. Ziyonlanmang. Bu yoshlar shu qahramonga rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin, mana shu Tumanada futbol federatsiyasi deb hamma tan oladi. Bu bola haqiqiy mehnat qilyapti, mana shu yerda. To'ppa to'g'ri. Bunaqa o'yinlar hech qachon bo'lmaydi. Hammamizga rahmat. Yaxshi, kuchli. So'rab turing.